Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa barcha shart-sharoitlarni yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 76-modda. Darhaqiqat, bugungi kunda davlatimiz tomonidan oilani har jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oilani ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasini oladigan bo'lsak, mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash borasida yaratilgan ijtimoiy daftarlarning, ya'ni temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarining joriy etilganligi bu noyob bir tizim sifatida ko'plab dunyo hamjamiyatining nufuzli tashkilotlari tomonidan e'tirof etilmoqda va ko'plab davlatlar bu tajribani o'rganmoqda. Iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalasida berilayotgan katta imkoniyatlar, oilani iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar, jumladan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida berilayotgan imkoniyatlar, kambag'allikdan farovonlikka sari dasturi asosidagi amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, oilani huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida sud huquq tizimida va bevosita mana shu sohaga daxldor bo'lgan yo'nalishlarda yangi uslublarni, yangicha yondashuvlarni joriy etilganligi, oila sudyalari tizimini hayotga kirib kelganligi yoki mediatsiya tizimini joriy etilganligi, oila jamiyat muhofazasida ekanligi qayd etildi.